Eronda 35 million Ozarbayjon turklari yashaydi. Eron turklari ustida juda ko'p tahlillar olib borgan turkolog Gerhard Dörferning bir tahlili bor. Forslarda turkiylarga qarshi ichki bir dushmanlik borligini aytmoqda. Bunga sabab deb 997-yildan boshlab 1925-yilgacha, ya'ni 1000 yil davomida turkiy hokimiyatlar qo'l ostida bo'lganligi uchun demoqda. Taxminimcha, bunga hayron qoldingiz. 1000 yillik hokimiyat. Eronda dastlab 1000-yillar boshlarida G'aznaviylar hokimiyat egasi bo'ldilar. 1040-yilda bo'lib o'tgan Dandanakan urushidan keyin Buyuk Saljuqiy davlati Eronni katta qismini o'z nazoratiga oldi. Buyuk Saljuqiylardan so'ng turk otabekliklari davri boshlandi. Undan keyin Xorazmshohlar davlati mintaqani o'z nazorati ostiga oldi. Xorazmshohlardan so'ng bu mintaqada mo'g'ullar bir qancha vaqt qolishdi. 1300-yillar oxirida bu hudud Amir Temurning qo'l ostida bo'ldi. Temuriylar 1400-yilning o'rtalariga qadar bu yerda hokimlik qilishdi. Shundan so'ng Janubiy Anadoluda yashaydigan qora qo'yinli turklari Erondagi Temur davlatini qulatib, o'z hokimiyatlarini o'rnatishdi. 1467-yili Erondagi bu qora qo'yinlilar davlatini boshqa bir katta turkiy qabila yo'q qilib, o'rniga keldi. Bular oq qo'yinli turklar edi. 1501-yil bu mintaqada yangi turkiy davlat qurildi. Bu davlat Shoh Ismoil boshchiligida qurilgan Safaviy davlatidir. Safaviy davlatini qurganlar Antaliya, Marash, Amosiyo, Sivas va Toqat kabi Anadoluning ma'lum bir hududlaridan kelgan Anadolu turklari edi. Shoh Abbosgacha Safaviy davlati qo'shini aynan shu qabilalardan iborat edi. Shuningdek, bu davlatning qurilishi bilan Safaviy va Usmonli davlatlari o'rtasida kurash boshlandi. Bu kurash 200 yil davomida to'xtamadi. Safaviylar davlatini qulashi bilan Eronda boshqa bir turkiy qabila bo'lgan Avsharlarning hokimligi boshlandi. Avsharlardan keyin Zend xonadoni keldi. 1779-yillarda Zend xonadoni zaiflashdi. Qacharlar bu vaziyatdan foydalanib, boshqaruvni o'z qo'llariga olishdi. Poytaxt etib Tehronni belgiladilar va tartib o'rnatdilar. 19-asrdan boshlab Angliya, Rossiya va Fransiya bilan to'qnashadigan vaziyatga keldi. 1828-yilda Turkmenjay shartnoma bilan Qachar turk davlati markazi Baku bo'lgan shimol tomoni Chor Rossiyasini qo'l ostiga o'tdi. Turkmenjay shartnomasidan keyin bo'lingan Qachar boshqaruvi borgan sari zaiflashdi. Shundan so'ng Eron turkiy davlatlar boshqaruvi tugadi. Turkiylarning hokimiyatini tugatgan, chet davlatlardan yordam olgan Rizo Shoh Pahlaviy boshqaruvga keldi. Bundan keyin Fors milliyatchiligi hokimligi boshladi. Ya'ni tarixga qaraganingizda ilk ko'rganingiz Eronda 1000 yildan ortiq hokimlik qilgan turkiylardir. Qacharlar har qancha zaiflashsa ham, Janubiy Ozarbayjon turkiylari o'z urf-odatlarini davom ettirib, milliylikni saqlab qoldilar. 1915-yilda Pahlaviydan avval Rossiya Eronning shimolini, ya'ni Janubiy Ozarbayjonni ishg'ol qildi. U yerda bir Armaniy davlati qurish uchun harakat qildi. Bu davlatni qurish yo'lida 90 ming turkiylarni o'ldirishdi. Janubiy Ozarbayjon turklari shuncha bosimga qaramasdan kim ekanliklarini unutmadilar. Bugun Eron Armanistonga yordam berib, aynan shunday katta bir kuchni qo'zg'atib yubordi. Buni oxiri Eron uchun voy bo'ladi.